Ujinga nima qilsamkin deb xolodilnikni ochsam, xolodilnikda morojnodan boshqa hech nima yo'q ekan. Ey xudo, nima qilsamkin dedimda, mayli, ketdik magazinga boramiz deb, qarasam musorlarim ham to'planib qolgan ekan. Sразу musorlarimni oldim-da magazinga yo'l oldim. Aytgancha orada musor tashab keyin bordim. Musorni ko'tarib magazinga borganim yo'q. Musor tashadim-da, shu qora yo'l, qorong'u yo'l sari yo'l olib, magazinga ham yetib keldim. O'zi qulfini axtarayotgandim, narsa pishirish uchun. Qarasam qulfini so'lib qolibdi. Ertaga ertalab yangisi keladi-da, mayli dedimda, olmaga keldim. Olmaga kelib, non bilan shunaqa baton bir nima oldimda, xullas pitsa qilaman kichkinasidan deb o'yladim-da o'zim. Fikrimcha xullas shunaqa qilaman ujinga dedim. Kelib shokoladni oldim. Ertalabga vafli tayyorlashim mumkin deb. Keyin baribir qulfini topolmasam, yana boshqa magazinga borsam baribir yo'q ekan. Ikkita mandarin oldim-da, uyimga qarab yo'l oldim. Va sizlar uchun mini pitsalar tayyorlashni boshladim. Birinchi shunaqa nonni oqini olmoqchi edim. Oqi yo'q ekan, keyin qorasini olaverdim-da, patnisga shunaqa qilib listga terdim-da, keyin kolbasalar kesdim, bolgarskiy kesdim, pomidor to'g'radim. Undan keyin sir mozzarellani kesib chiqdim. So'us uchun bo'lsa, qarasam smetanam bor ekan, tomatim bor ekan, chili bor ekan, uchalasini aralashtirdim va hammasini nonni ustiga bo'lib surkab chiqdim. Orasiga sir qo'ydim, bolgarskiy terdim, pomidor terdim, kolbasalarni yaxshilab tergandan keyin ustiga sir qo'ydim va pechga 200 gradusga 10 minutga jo'natdim va valyah ko'rishinglar mumkin. O'rtalar qaranglar qanaqa zo'r chiqqan, tishlab ko'rib prosta jinni bo'lib qoldim. Hech semirtirmaydigan pitsa bo'libdi, chunki noni dietический edi. To'g'ri aytdimmi? Xullas o'rtoqlar, sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, maslahat beraman.